Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, anchagina qisqa tanaffuslardan so'ng mana siz obunachilarimiz bilan diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bugungi video syomkamiz iyun oyida ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays tur firmasi orqali umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Do'stlar, albatta videoda oxiriga ko'ringlar. To'liq va batafsil ma'lumotlarni Nizomiddin hoji akamiz o'zlaridan olib, siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Albatta video boshidan like bosing va obuna bo'lishni unutmanglar. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Zo'r, Xudoga shukr o'zingizdan. Xo'p, hoji aka, mana qisqa tanaffuslardan so'ng mana obunachilarimiz bilan yana ko'rishdik. Ya'ni hozirgi kunda iyun oyiga reyslar qo'yildi degan savollarga bir javoblarini berib o'tsa, ya'ni obunachilarimizga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz, hurmatli vatandoshlar. Inshaalloh mana bismillah deb yangi mavsumlarni ham boshlab oldik. Iyun oyida umra qilishlikni niyat qilgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, ma'lumotlarni olib, narx-navolar bilan kelishib, bemalol o'zlariga yoqqan sanalarga xolasa umra qilishlik imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda aynan obunachilarimizga qaysi sanani qayerdan mo'ljallanyapti? Shuni ham bir qota aytib o'tib ketamizmi? Xo'p, hozirgi kunda vodiydan reyslarimiz endi qo'yiladi. Farg'ona, Namangandan reyslarimiz xudo xolasa mana shu iyun oyida aniq bo'ladi. Yana boshqa keyingi videolarimizda ham ma'lum qilamiz. Hozirgi kunda Toshkentdan Primot Jidda orqali reyslarimiz aniq bo'lgan. Bu 20-iyungacha xudo xolasa boradigan aka-uka yo'q birodarlarimiz bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joylarini bron qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, shart-sharoitlar haqida ham qisqacha ma'lumotlar berib o'tib ketamizmi? Xo'p, xudo xolasa bu yil yangi mavsumda shart-sharoitlar juda ham go'zal bo'ladi. Xudo xolasa 50 bosh xizmatlari, oziq-ovqat xizmatlari, ziyoratlari, tavoflari o'zgacha bo'ladi. Xudo xolasa shu niyat qildik yilning boshidan bizdan ketadigan Centrum Holidaysdan boruvchi obunachilarimiz albatta bizdan rozi bo'lishadi. Albatta duolarda eslashadi. Xudo xolasa biz jamoamiz bilan kelishgan holatda bu yil yangi mavsumda juda ham ko'tarinki ruhda 50 boshlarimizni, malakali 50 boshlarni qo'ygan holatlarda biz bu obunachilarimizni umralarini chiroyli umra qilishlikni xudo xolasa harakat qilamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta siz ham niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Xudo xolasa hoji aka, obunachilaringizga bir qulaylik va imkoniyatlarni juda ham chiroyli qilib berasiz. Xo'p, hozirgi kunda narximiz qanday bo'ladi hoji aka iyun oyiga? Iyun oyiga narxlarimiz $1100 dan etib belgiladik. Oilaviy boruvchilarga, misol uchun bitta oiladan 5 kishi, 10 kishi yoki sinfdoshlar, guruhdoshlar bo'lsa, albatta chegirmasi ham bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilsa ham xudo xolasa kelishilgan holatda narx-navolardan chegirma va bonuslar ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boringlar. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni kuzatib borsalar ham xudo xolasa kelgusida juda ham chiroyli va yangiliklarni chiqarishdan to'xtamaymiz. Centrum Holidays faqat siz uchun xizmat qilishdan charchamaydi. Hoji aka, rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.